Xolamning qizi mehmonxonada ishlaymiz deb aldab chaqirib oldi. Turkiyada 5000 liraga sotib yuborilgan o'zbekistonlik qiz haqidagi barcha sirlar fosh bo'ldi. Azizlar, videorolikni oxirigacha tomosha qiling va boshqalarga ham yetib borish uchun video ostiga bir dona like bosishni unutmang. Moyaklardagi og'riq, tez-tez peshobga qatnash, peshob vaqtidagi achishish, impotensiya, jinsiy a'zolardagi shamollashlar va jinsiy zaiflik sizni bezovta qilayaptimi? Siz qo'rqmang, bizda oddiy yechim bor. 100% tabiiy giyohlardan tayyorlangan vulkan dori vositasi sizni qisqa vaqt ichida davolaydi va o'zingizga bo'lgan ishonchingizni oshiradi. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va bepul konsultatsiya oling. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz ham mavjud. Mehnat muhojirlikdagi ayollarning xorijda eng ko'p to'qnash keladigan muammolardan biri odam savdosi qurboni bo'lishdir. Odatda bunday vaqtda qiyin vaziyatga tushib qolgan degan ibora ishlatiladi. Navoiylik Fazilatning hayoti muhojirlikka chiqib fohishalikka majburlanmasdan oldin ham qiyin vaziyat edi. Ota ichkilikka berilgan, ona esa kasalmand. Opasi turmushga chiqib ketgach, ro'zg'orning yuki endi 20 yoshga kirgan qizning bo'yniga tushdi. Fazilat boshidan kechirganlarni hikoya qiladi. Turkiyadan qo'ng'iroq. O'zbekistonda oddiy bir kafeda ofisiant bo'lib ishlaganman. Kuniga 60-70 ming so'm pul topardim. Undan keyin ishlash uchun Toshkentga ketganman. O'qishga hujjat topshirganman, kira olmaganman. Toshkentda mehmonxonada tozalovchilik qildim. U yerda kuniga 150-200 ming so'mdan berardi. Ayamga yuborardim. Ayam kasalmand, o'ziga dori ukol olardi. Yeb ichishardi. Dadam avval ustachilik qilgan, hozir ishlamaydi. Toshkentda ishlab, pulimni onamga yuborardim. Bir kuni Turkiyadan xolamning qizi qo'ng'iroq qildi. Kel, ish bor dedi. Nima ish deb so'radim. Mehmonxonada ish bor. Xonalarni tozalaymiz. Biz ham shu yerda ishlayapmiz deb aytdi. Bu gapga hamma ishonadi-da. O'z xolavachcham bo'lsa, bunday paytda xayolingizga yomon fikr kelmaydi. Ishondim. O'zini qutqarish hikoyasi. Xolavachchamning qaynopasi samolyotga chipta olib berdi. Pasportimni tayyorlashdi. Izmirga uchib bordim. Aeroportda xolamning qizi bilan qaynopasi kutib oldi. Mehmonxonaga joylashdim. Shu kuniyoq aldab chaqirilganimni bildim. Anglashim bo'yicha ular mijozlarga borishar ekan. Menga ham borasan deyishdi. Menga boshqa ish degandinglar-ku deb aytsam, bundan boshqa ish yo'q deb javob qilishdi. Men turmushga chiqmaganman, qiz bolaman. Buni xolamning qizi bilardi. Ammo ularning buning qizi ham yo'q edi. Ular mening orqamdan pul ishlamoqchi bo'lishgan ekan. O'zimni qutqarish uchun yo'l izlay boshladim. Birinchi kunlari qizlarga xos kasallik kunlaridanman dedim. Aslida unday emasdi. O'zimni saqlashim kerak edi. Ikkinchi kundan keyin esa rostdan ham hayz ko'rdim. Shunaqa xursand bo'lib ketdim. Ammo bu vaqtinchalik chora edi xolos. Bu jarayon 10 kun, 20 kundan ko'p davom etmaydi-yu. Ular meni kuzatishni boshlagan. Hatto ortimdan hojatxonaga kirib, chiqindilar ichida hayz tagliklari bormi deya tekshirishgan. Bir haftalardan keyin yo'qligini bilishdi. Yo qarzingni to'la yoki mijozga chiq. Shundan so'ng har turli bosimlar qila boshlashdi. Menga $750 qarzing bor deyishdi. Dunyoning narsasini yemayman-u, kam yeyman. Bo'ynimga katta qarz ilib qo'yishdi. Qanaqasiga buncha qarz bo'lishi mumkin dedim. Pasporting, aviachiptang, aeroportdan mehmonxonaga olib kelishgandagi taksining puli yeb ichishing $750 bo'ldi deyishdi. Bu deyarli 9-10 million so'm degani. Aytilgan xarajatlar qanday qilib buncha pul bo'lishi mumkin? Shunga qaramay, ularga qattiq qarshilik ko'rsatmadim. Xo'p deb qo'ya qoldim. Bu yerda hech kimim yo'q. Xolamning qizi jonimga oro kiradi desam, uning o'zi meni shu chog'ga tashlagan bo'lsa. O'zingniki shunday qilib turgandan keyin boshqalarga ishonib bo'ladimi? Meni ta'ziq bilan fohishalik qilishga majburlashdi. Senga 1 soat vaqt, qarzingni to'la, bo'lmasa mijozga chiq deyishdi. Xo'p, mijozing bormi dedim. Ha deyishdi. Xolavachchamning qaynopasi meni qayergadir olib bordi. Bokiraman, menga teginmang. Meni bir odam 6 soatga olibdi. Turkiyaning pulini tushunmayman. 5000 beribdi. Liradami yoki dollarda bilmayman. Meni o'sha yerda qoldirdi. Mijoz 44 yoshar erkak ekan.
Unga vaziyatni tushuntirishga harakat qildim. O'zbekistonlik tanishim WhatsApp orqali yordam berdi. Hozir bitta gap aytaman. Menga teginmaysiz. Yoshingiz katta ekan. Meni tushuning. Agar bularga aytsangiz menga qiyin bo'ladi. Meni tushuning aka dedim. Men bokiraman. Menga teginmang. Boshingiz baloga qolib ketadi. Menga bu kerakmas. Iltimos teginmang deb aytdim. Piva olib keldi. O'zi 8 ta shishani ichib bitirdi. Menga ham olib keldi. İchirmoqchi bo'ldi. Xayolimda dori qo'shilgandek tuyuldi. Ichmayman dedim. Ichasan dedi. Ichmasang majburlayman dedi. Hozir men bilan yotmasang, yana 8 soatga boshqa joyga olib ketaman. Ular ham bilmaydi dedi. Tanishimga militsiyadan meni hozir yetib boraman deb ayt deb yozdim. Bu odam o'zbekchani tushunmaydi-ku. Tanishim turkchada qizga teginma, biz borayapmiz deb yozdi. Odam mayli, senga teginmayman, o'rningga boshqa qiz kelsin dedi. Bularni hammasini xolavachcham va qaynopasiga telefon qilib aytibdi. Ular esa kattasiga aytgan. Yana nimadir reja tuzishgandi. Men qaynopaga telefon qilib, "Mazam bo'lmay, nafasim qisyapti" dedim. "Seni olib kelaman, ammo hamma narsaga tayyor tur" dedi. "Mayli, roziman" dedim. To'yib ketgandim-da. U yerdan chiqqanimdan dag'illab titrashni boshladim. Yaxshiyam teginmadi. Xudo asrab qoldi. Meni qutqaringlar deb yalindim. Qaytganimdan keyin meni urishdi, xo'rlashdi, rosa azob berishdi. Xonada video kuzatuv kamerasi bor. Meni do'pposlaganlarini ko'rsa bo'ladi. Qo'limda pasportimni olib, 1 soat vaqting bor. Senga sarflagan pulimizni top. Boshqa vaqting qolmadi deyishdi. Onangga ayt, pulimni topib bersin dedi xolavachchamning qaynopasi. Bir kechada buncha pulni topishga imkonimiz yo'qligi bilinib, shu taxlit ustimdan kulishdi. Qizil pasport olishga pul topa olmagansan, buncha pulni qayerdan ham topasan deb masxaralashdi. Maqsadlari meni ruhan sindirib, ishga majburlash edi. Ammo men bunday ishni qila olmasdim. Ularning yonida o'tirganim uchun o'zimni yomon his qilayotgandim. Bir tomondan qo'rqayotgandim ham. Mayli, pulni topaman dedim. Ishonasizmi, ertalabki 5largacha uxlamasdan pul izladim. Internetdan menga adashib yozib qolganlargacha hammadan pul so'radim. G'ururimni egib, iltimos, pul topib beringlar, meni qutqaringlar deb ko'pchilikka yalindim. Hech kim yordam bermadi. O'zbeklarga borib yolvordim. Birontasi yordam bermadi. Oxiri onamga yozdim. Kredit oling, borib ishlab to'layman dedim. Onam o'zi 50 ming so'm pulga ishlayman. Kredit berish uchun ham biron ishonchli odam bo'lishi kerak. Bizga bermaydi deb yig'ladi. Bo'ldi, ona, o'zim biron narsa qilaman. Siz o'ylamang. Mendan xavotir olmang, men yaxshiman dedim. Menga azob berishganini aytmadim. Qayerdaligimni bilmasdim. Oxir opamga video qo'ng'iroq qildim. Holatimni ko'rib opam yig'lab yubordi. Uxlamaganimdan ko'zlarimning tagi qorayib, qo'rquvdan karaxt bo'lib qolgandim. Hamma narsaga hayot bilan xayrlashib, o'limga ham tayyor bo'lib qolgandim. Opam O'zbekistonning Istanbuldagi konsulligi bilan bog'lanish imkonini topib, telefon raqamini berdi. Sunnatullo akaga, ya'ni konsullik mas'uliga yozdim. Manzilimni yubordim. Qayerda turganimni ham bilmasdim. Turk politsiyachilari aytishganda bildim. Ustimdan qulflab ketishganda, politsiya ichkariga bostirib kirdi. Qutqarilish. Turkiya politsiyasi va O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi hamkorligidagi tezkor harakat natijasida Fazilat qutqarildi. U Muğla viloyatidagi mehmonxonada fohishalik qilish maqsadida zo'rlik bilan ushlab turilgani ma'lum bo'ldi. Qisqa vaqt ichida boshidan ko'p savdolarni kechirgan sho'rli qiz Turkiyadagi o'zbek ayollari huquqlarini himoya qilish jamiyati ko'magida xavfsiz boshpanaga joylashdi. 5 kundan so'ng esa vatanga qaytarildi. O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi mahalliy huquq-tartibot idoralari tomonidan mazkur holatga aloqador bo'lgan va Turkiyada odam savdosi bilan shug'ullanuvchi uyushgan jinoiy guruh qo'lga olingani, mazkur holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilayotganini ma'lum qildi. Fazilat bilan O'zbekistonga jo'natilishi oldidan suhbatlashdik. U hayotida ro'y bergan bu voqealardan o'ziga kela olmayotganini bildirdi. Hayot juda yomon sinadi meni. Ko'nglimda bir umrlik jarohat qoldi. Bir umr esimdan chiqmaydigan voqealar bo'ldi. Dars oldim. Hech kimga ishonmaydigan bo'ldim.
Ota-onangizdan boshqa hech kimga ishonib bo'lmas ekan. Ota-ona, opa-ukalaringdan boshqasi do'st bo'lmas ekan. Shu narsani tushunib yetdim deydi Fazilat.